Yoqimsiz zarda kun davomida bezovta qiladi. Jig'ildondagi olov kayfiyatni doim buzadi. Ortiqcha chidash shartmi? Nol baza zardani bartaraf etadi. Nol baza zardasiz kunning yorug' tarafida bo'ling. Oyligimizda ushlab qolishyapti. To'g'ri. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Ha, to'g'ri. Ha, to'g'ri. Shu ham muammomi? Xo'jayinga aytinglar. Xo'jayin bizni eshitib o'tirmaydi-da. Nimaga? Xo'jayinning oldiga yetib borish ham qiyin. Nega? Ular o'zi odammi? Qiziqcha ekan. Yoki uzoq yashaydilarmi? Qiziq bola ekansan-ku. Tavba qildim. Kar odam bilan to'g'ri ishlash qiyin, lekin bir amallab tushuntirish kerak edi. Kar emas. Assalomu alaykum xo'jayin. Assalomu alaykum. Barakalla, yashaylar. Shirin, kulgi, maza, bir pasdan keyin ish vaqti tugaydi, ha? Boringlar. Keyin ketasiz uyingizga, shunaqami? Ketdik, yuring. O'rgildim. Kechirasiz, siz xo'jayinmisiz? Nima edi? Jinnimi? Ana ularni hammaning xo'jayindek gapi bor edi, shunga so'radim. Nima gaplari bor ekan? Eshitaylikchi? Binoyda eshitarkansiz-ku? Nima? Sizga birov meni kar eshitmaydi dedimi? Yo'q, kechki bunaqa degani yo'q. O'zim taxmin qildim. Ishchilar xo'jayin bizni Bilmasangiz eshitmaydi. bo'shatib yubormasin. Shunga. Xo'p, menga qarang, o'zi nimani eshitishim kerak ekan? Buxgalteriz ishchilarning oyligidan ishlab qolayotgan ekan. Ular norozi, lekin nimaga unday bo'lgan so'rashsa, ishdan bo'shatib yuborayotgan ekan. Xo'sh, keyin. Qolganidan xabarim yo'q. Men bu yerda ishlamasam. Lekin sizdan oldin xabardorman. Siz xo'jayinsiz, hammasidan xabaringiz bo'lishi kerak. Nargiza, Labbay. nima bo'lar? Ningizamisiz bir pasda paydo bo'lib qolasiz? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Bu buxgalteriyaning qiliqlaridan xabaringiz bormi? Qaysi biridan? Ishchilarni oyligi masalasida. Xabarim bor. Oyliklardan 5% olib qolishyapti. Sabab? Sababini hali tushuntira olgani yo'q. Quloqlaringiz yetkazgandir. Sizga qog'oz ro'yxatini bergandim. Ko'rib chiqishga vaqtingiz bo'lmadi shekilli. Menga qarang, hozirroq buxgalteriyaga borib, hammasini aniqlang. Bilib qo'ying, o'shalarni o'zlarini endi maoshidan 25% ushlab qolamiz. Boring. Xo'p bo'ladi. Aldoqchini aldab bo'lmaydi. Menga qarang, ukam. O'zi siz nimaga keldingiz? Bu yerda ishlamasangiz, bitta yarimtani oldiga keldingizmi? Yo'q, ish so'rab kelgandim. Men bop ish yo'q ekan. Xo'sh, siz bop ish qanaqa bo'ladi o'zi? Oyligi kattaroq. Voy, buni qara. Tavba Nargiza, Labbay. nima hali ham shu yerdamisiz? Borib keldim. Hamma siz aytgandek bo'ldi. Menga qarang. Mana shu yigit bugundan omborga mudir qilib tayinlansin. To'g'ri so'zligi mana ko'rinib turibdi. Menga mana shunaqa yigitlar kerak. Tushundingizmi? Hozir borib o'sha buyrug'ini chiqazinglar. Xo'p bo'ladi. Yuring, sizga ish joyingizni ko'rsataman. Rahmat. Bemalol. Keling. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Mayli. Mana keldim. Meni ham Mana. oyligimdan ushagani keldingizmi? Yo'q, xo'jayin. Lekin shu masalada keldim. Ana o yordamchi Nargiza bor-ku. Aynan buxgalteriyadagilarni 25% oyligingizni qisqartirib qo'yibdi. Men aytsam, aynan sizni ayblayapti. Xo'jayin buyruq berdi deyapti. 40 ta deng. Aha.
Og'ridimi? Og'rigani yo'q-ku, lekin Og'ridi. Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga ur deyishgan. Ey Azamjon, sen meni hisobchimsan. Sen hisobni meni foydamga qilishing kerak. O'zingni foydangga emas. Mana ishchi degani o'zi ish o'rganadi, yetiladi. Ana ishda keyin unum bo'ladi. Ana keyin bizni hisobchimiz uni oylikdan kemiradi. Kalamushga o'xshab. Keyin ishchi xafa bo'lib bo'shab ketadi. O'rniga boshqa ishchi keladi. Keyin korxonaning dabdalasi chiqadi. Shundaymi? Bundan kim ziyon ko'radi? Men, rahbar. Endi kim foyda ko'radi? Siz. Siz mazami sizga? Ha? xo'jayin, qizishmang. Qo'y, siz qizishmang. Buzmang, asab qaytib qo'ya olmaysiz asab. Xo'jayin, o'zingiz bosing. Davlengizni o'lchab qo'ying. Ey, menga qara. Sen betingni qalinligini oldin o'lchab ko'r, o'tar. Yaxshi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Uzr, xo'jayin. Endi injiq qaraganda ancha injiq bo'lib qolgansiz o'zi. Siz men bu hujjat o'qib ko'ring. Rasa foydali masala. Mana shu bino bizning omborimiz. Shu yerda bemalol ish boshlaysiz. Bu kirish eshigi. Sizni boshliq chaqiryapti. Menimcha meni kimdir chaqiryapti. O'zingiz eplaysiz, a? Qayoqqa yo'q? Oldi. Xo'p. Hop. Gaz plitachi? Nechta chiqibdi o'zi? 12 ta. 10 ta yoz. Hozir ko'rasan, mayli. Xolodilnikchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bugun yangi ishga kelgan edim. Shunga ishni nimadan boshlashim kerak? Do'konga sigaretga chiqib kelishdan boshlaysan-da, ukam. Kakras yangi ekansan. Qolgan ishlarni keyin o'rgatamiz. Kechirasiz. O'zingiz kim bo'lib ishlaysiz? Bular brigadirimiz. Ya'ni boshliq. Shunaqa. Bu smena boshlig'i. Bu ham boshliq degani. Bu kishi tovar bo'yicha mas'ul odam. Bu ham boshliq. Naryoda kompyuterda o'tirgan bor-ku, oq ko'ylakda. Xo'sh. U ombor mudirining muovini. Ishchilarchi? Oddiy ishchilar yo'q ekanda. Bor? Mana men borman. Sherigim bor. Sattor. Kart olib kelgani ketdi do'konga. Biratula sigaret olib kel desak bo'lar ekan. Ha, mayli, necho. Mana polvon bor, ha? G'izitib chiqib keladi do'konga. Meni ismim Sobir aka, polvon emas. Keyin yana hisoblab qarasam, 2 ta ishchiga 5 ta boshliq ko'p emasmi? Axir men bunaqada ish yuritishga qiynalaman-ku. Nimada qiynalasan? Tushunmadim. Bu jaizmi bo'lar ekan u, ha? Gapga ham tushunmas ekan bu, ha? Polvon, menga qara. Senga do'konga chiqib ketyapman. Tushundingmi? Kechirasiz, men bu yoqqa do'konga qattangani kelganim yo'q, ishlagani keldim. Bugundan mana shu korxonaga ombor mudir bo'lib ishga kirdim. Assalomu alaykum. Boshliq yaxshi keldingizmi? Keling bu tomonga, keling. Yuring, xonangizni ko'rsataman. Yuring bu yoqqa. Haligi shuni boshidan aytmaysizmi, xo'jayin? Uzr. Ukajon, xohlasangiz do'konga chiqib kelaman. Sigaret olib kelaymi? Qanaqasidan chekasiz? Men chekmayman. Sizlarga ham omborda chekish taqiqlayman. Bu meni birinchi buyrug'im. Ana devorga yozib qo'yibdi-yu. Chekish mumkin emas deb. Ha? Tushunarlimi? Yuring bu yoqqa, xonangizni ko'rsataman. Yuring, xo'jayin. Haligi boyaga yozganlarni o'chir. Xo'p.
Rahmat boss. Himmatingiz cheki yo'q. Menga qara, Labay. oldingi ish bitdimi? Allaqachon bitgan u. Ishqilib, hidi chiqib, kirib ketmaylik tag'in ikkalamiz ham. Sog'liqchilar bilib qolib, 3 yildan beri eplayman-ku. Sezishganda qo'shmasdi. bilasanmi? Bilasanmi nima uchun tegishmayapti? Chunki men ularga tekkanim yo'q. Pullar menga tushishi bilan darrov sezishadi. Hamma yoq hozir kompyuter. Mani kallam ham kompyuter buyotdi-yu. Pulni soliqdan bekitishni ming xil yo'lni bilaman. O'zidan qolar gap yo'q. Menga qara. Xo'sh. Qancha yig'ildi endi? Menimcha shu 120 ming shu atrofda. Nima? Muttaham. Bo'yningni uzib olaymi hozir? Kamida 150 ming yig'ilgan. Endi Seni sinash uchun so'ragan edim. boss, inson adashadi-yu. Bu yillar davomida to'plangan balki 150 mingdir, balki 120 mingdir. Adashadi odam baribir. Meni ziyonimga adashma. Meni foydamga adash. Xo'p. Xo'sh. Qachon haligi naqd qilamiz? Uzoq 2 kun. Bir kun. Bir kun muhlat. Naqdlab, taxlab olib kel. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Shu nima desangiz shu. Boshim og'rib ketdi. Kofe. Nargiza. Labay. To'g'ri qildim. Afrosiyob poyezddan ham tezsiz-a? Birdan paydo bo'lib qolasiz-a? Kofe ichkim kelyapti. Sutlimi, qorami? Sutligidan. Xo'p, balad. Menga qarang. O'zicha bitta qilgan zo'r ishim sizni ishga olganim. Hayt, o'zi bularni hammasini sotib sizga yedirishim kerak. Sizga uylanmoqchiman. Nima? Sizga uylanmoqchiman. Nega? Axir kimgadir uylanishim kerak-ku. Siz ham erga tegishingiz kerak, to'g'rimi? Qiz bola erga tegadi-yu, uylanmaydi-ku. Mayli qo'ya. Nega aynan menga? Chunki sizni sevaman. Balki siz ham meni yoqtirarsiz, ha? Axir birga aylandik-ku. Parkda aylandik. Kinoga bordik. O'rtog'imga shuni aytsam, u seni yaxshi ko'rar ekan dedi. Uylanmoqchilikni aytmoqchiman desam, Rustam aytma dedi. Rustam aytishicha siz menga tega olmas ekansiz. Siz boy, men oddiy bo'lganim uchun. Shunaqami? Men bilmayman. Siz Men ishga kirdim. Yo'q. Oyligi zo'r ish topdim. Endi suvchi jo'natsam bo'ladi. Oyimni aytishicha, agar siz boshingizni aylantirib olsam, dadingiz menga berar ekan. Majbur berar ekan. Lekin qanaqasiga aylantirishni so'ramanman. Shunaqa dedim. Ha? Unda ayting. Allaqachon aylantirib bo'lganman deng. Yo'q. Shu Sobir aka, buram boshqacha bo'lasiz-de. Siz ham boshqachasiz. Bilasanmi, Malika? Nega aynan shu bolaga indamayapman? Chunki unga rahmim keladi. Sani ham rahming kelsin, qo'y. Shu tenteni aldama. Men tente emasman. O'ktam, oxiri jonimga tegdi shu qiliqlaring. Sani isming Sobirmidi? Sani Sobir tente deyishadi. Ha? Shunaqami? Men tente emasman.
Unda nega seni hamma tente deydi? Ha? O'ktam. Bo'ldi qil dedim. Qo'shnilaring, sinfdoshlaring, do'stlaring hamma bekorga seni tente deyishmasa kerak. Men seni emas, aynan mana shu tentakni tanlayman. Tushundingmi? Shu tente sendan afzal men uchun. Tushundingmi? Ey, nimalar deyapsizlar? Men tente emasman. Tente emasman men. Men majoziy ma'noda aytdim, Sobir aka. Sobir sopa-sog'. U tente emas. Hujjatlari ham joyda. U tentega emas. Chin emasman. Chin emasman, eshitilaringmi? Ko'rdingmi isbotini? Yeb qo'yding, ko'rding? Yana emas. Ha, aylanay. Lokatsiya bo'yicha taksi ketdi. Ha, pulini tezroq chiqazib yuboring. Yana yaxshi tovarlarim bor. Keyin Xudo xolasa hammasini sizga jo'nataman. Xo'pmi? Bo'pti, sog' omon bo'ling. Ha? Nima bo'ldi? Nega meni tente deyishadi? Nima meni hammadan qanaqa farqim bor? Hamma aqli sog'lar yolg'on gapiradimi? Hamma aqli sog'lar yolg'on gapira oladi. Til yog'lamalik qila oladi. Lagan bardorlik, xushomad bilan ishini bitiradi, bolam. Senda shu xislatlar, to'g'rog'i bunaqa illatlar yo'q. Tushundingmi? Seni hamma narsaga aqling yetmaydi. Sen to'g'ri so'zsan. Seni tentakliging ham ana shunda, bolam. Men seni sog'lom yolg'onchi emas. To'g'ri so'z. Tentak bo'lganing uchun shukr qilaman. Seni boringga shukr, bolam. Oyi, balki Malikam shuni nazar tutgandir. Ha, sen o'sha yaxshi ko'rgan qizim deganingmi? Ha. Bir olibda meni tente etadi. Malika esa menga sen emas, shu tentak afzal dedi. Keyin men xafa bo'lib ketib qoldim. Shu ishni bekor qilibsan. O'g'il bola ham xafa bo'ladimi, ha? Borib o'sha qizga ayt. Men tentak bo'lsam ham seni baxtli qila olaman degin. Bunga javob degin. Dangal aytgin. Tushundingmi? Xo'p, aytaman. Ayt, bolam. Aytaman, oyi. Ayt. Hozir borib aytaman. Bor, bolam. Xo'p. Aytgansiz bitta. Xo'jayin bilasiz, bir deganda hal qilaman. Bir kun muhlat berdingiz, opa, bir kunda hal qildim. Faqat ko'payib ketdi xarajat demagin. Xo'pmi? Qayerdan bildingiz, xo'jayin? Sizni bilmasak o'libmizmi, Azamatboy? Qancha bu yerda? Bu yerda где-то shu 134,000-306,000 atrofida. Azamat. Yomon ishtahang balanda sen bolani. 150 dan 130 qoldimi endi? Endi yo 130 emas, 134 yoki 136. Yomonsan, yomon. Non shef menga birta qolgani yo'q. O'zi ko'chani bilasiz, shunaqa bo'lyapti-yu. Bo'pti, mayli bor. Ye? Voy, bizga-chi? Yo'qmi? Men
shunisi. Ha, esdan chiqibdi. Ay, Sal qopdi. Yodimdan ko'tarilishiga. Sen o'tiring. Ha, Shu bo'ldimi? bo'ldi. Yana nima kutganding? Bu pullichi o'zimni yonimdan beryapman. Agar odamlarni maoshidan ushlab qolmaganingda edi, yarmini bergan bo'lardim. Hali ham yaxshilik qilyapman senga. O'zing ochko'zlik qilding. Qani bor, boshimni og'ritma, tur. Mayli. Eshikni yopib ket. Xo'p. Bay. Aka, o'g'irlikka tushyapsizmi? Bekor qilyapsiz, uyda odam bor. Menga qara. Malika ham bormi? Ha, bor. Unda yaxshi. Mana bu paket tushibdir. O'zim uyimga o'g'irlikka tushishga yordamlashaymi? Undan ko'ra dadam chaqirib kela qolay-a. Yo'q, men o'g'ri emasman. Bor, opangni chaqirib chiq. Malikaga surpriz qilmoqchiman. Iya, men tekinga ish qilmayman. Xarajati 5000 bering. Obbo! Nima bo'lgani hozirgi zamon yoshlarga? Hamma narsani xarajati bor. Bu 5000 dan qimmat turadi. Xo'pmi? Bor endi chaqirib chiq. Ey, paketni ber. Yuring. Qayoqqa olib ketyapsan? Ertalabdan beri charchadim. Bo'ldi, yuring, opajon. Zo'rg'a keldim. Hozir shu yerda turing-da. Yana nima balo boshladi endi bu shumtaka? Uf. Oy. Xo'jayin, menga berib qoling. Qo'y, kerak emas, shart emas. Buxgalteriyani mashinasini qara. Menga qaranglar. Sizlar ketaveringlar, menga kalitni ber. Xo'jayin. Ya, ketaveringlar, o'zim haydashni bilaman. Ketaveringlar. Siz bilan borsangiz bo'lardi. O'zim boraman, ketaveringlar. Xo'p. Xo'p, xo'jayin, xo'p. Ertalab kellaring. Xo'p. Xo'jayin. Mana uni qarang. Ishlar chatoq. Rasvo hujjatlar. Mana yuring, qarang. Xo'jayin. Mana uni qarang. Mana uni qarang. Bankrotni hidi kelyapti, xo'jayin, bankrotni hidi. Mana buni qarang, mana bu yerda mana tamom bo'ldik. Mana buni qarang, Kamomat. Mana qarang. Kamomatlar ko'p. Men shaka ko'rmayapman. To'g'ri kelmayapti. Bankrotni hidi kelyapti, qarang. Mana uni qarang. O'tgan yilgi hujjatga odam boshini qotirasan, qanaqa bo'lasan? Mana o'tgan yilgi, ko'rdingmi? Mana qara. Bar, boshimni og'ritma, bar. O'rgildim sanaqa ishchidan. Iflos. Ko'rsatib qo'yaman.
Senmisan meni uxlatadigan? Yetib bo'psan. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading-da, Azamat. Ko'ramiz yetishingni. Hozir shoshmay tur. Qochaman deb o'ylayapti. Teringga somon tiqaman-ku. Hayotda yetolmaysan. Hozir ishdan chiqdim jonim. Sog'inmayapsizmi? Men sog'indim. Men ham sog'indim. Bo'pti. Mayli, ertaga ko'rishamiz. Polvon, nima gap? Qani bu yoqqa olchi telefonni. Kuyov bola-yu, kuyov bola. Kuyov bola. Nima qilyapsiz? Sonlaring. Nima qilyapsiz? O. Qale. Tiqlaring mashinaga. Ol. Tak. Bo'laqa, och eshikni. Xo'jayin, Pul qani? manda emas pul. Pul qani deyapman. Pul qani tutpasga. Hozir. Yosh. Sekiroq burib qo'yapsiz. Qani pul? Pul qani? $400 pul berish shuni ham so'rayapsizmi? Demak yo'q, ha? Pul yo'q, ha? Qoch. Yo'q degan. Xo'jayin, bunchalik emas, menda u pul yo'q. Sal insof bilan-da endi, $400 shuni ham qaytarib beraymi? Qani ana u pullar? Samadan qani? Qanaqa chimandan? Menga qara bola. Mayli, hozir mektubsan, ertaga 8da, 15 akam 8da xonamda bo'l. Tushundingmi? Bo'lmasa so'rab olaman bola, aytib qo'yay. 15 akam 8. Tushundingmi? Tushundim. Tushunding-a? Tushundim. Muttaham. O'n beshtagam 8'miş. Ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan odam yer yurish. Tezroq bo'lib xabar olaychi. To'xta. To'sh. Hech kim yo'q ekan. Ezlashlaring. Olinglar. Bo'laqa. Olib kelinglar. Otvoq yerga bo'ladi. Ha, ketdik. Qochdingmi? Qoch. Bu qayerda ekan? Mani pulim qayerda ekan, ha? Voy. Odam o'lyapti.